Yana bir masala. Ayni kunlarda ijtimoiy tarmoqlarda tumanimiz hayotiga oid fikr, taklif va savollar doimiy ravishda bildirib kelinmoqda. Endilikda har bir asosli fikr e'tibordan chetda qolmasligi, muammolar o'z vaqtida o'rganilishi va tegishli tartibda hal etilishi lozim. Shu maqsadda aholi vakillari tomonidan bildirilayotgan fikr va murojaatlarga doir munosabatlar ushbu sahifalar orqali ham berib boriladi. Kelib tushayotgan taklif va muammolar qonunchilik doirasida ko'rib chiqilib, tegishli idoralar bilan hamkorlikda hal etiladi. Fuqarolarning konstruktiv fikri, asosli tanqidi va tashabbuslari tumanimizni yanada rivojlantirishga xizmat qilishi sababli barcha murojaatlar shaxsiy nazoratimga olinadi. Hurmatli rahbarlar, birorta murojaatga bepisandlik bilan qaramang. Davlatimiz rahbarining barcha darajadagi rahbarlar joylariga tushib, aholi muammolarini joyida hal etish bo'yicha bergan topshiriqlariga loqaydlik qilgan mansabdor shaxslar qonun doirasida javobgarlikka tortilishi haqida ogohlantiraman.